Quyosh nuridan ham foydalanib yer tagidan suv chiqarish mumkin desam ishonasizmi? Mana quyosh nuri, ko'rib turibsiz. Mana suv, yer tagidan chiqayotgan suv. 8 kilovatlik motor qo'yilgan yer tagida 8 kilovatlik motordan chiqarilayotgan suvning bosimi. Bu uchun biz bu yerga 15 kilovatli quyosh panellari stansiyasini o'rnatib berganmiz. Davlat setidan hech qanday elektr sotib olmagan holda 100% quyosh nuridan foydalanib shunday kuchli bosimda suv chiqaryapti. Eng zo'r fishkasi bu motor ishlamaydi, ya'ni ekinlaringiz sug'orib bo'lasiz, motorni o'chirib qo'yasiz. Bunday paytda bu stansiya sizning hisobingizdan umumiy tarmoqqa, ya'ni davlatga svet sotadi. Zo'rmi? Siz o'zingiz issiqda yotasiz, stansiya esa siz uchun soqqani qiladi. Bu texnologiyani albatta qilishning iloji bor. Ya'ni Samsolar Energy bunday imkoniyatni sizga beradi. Batafsil ma'lumot olish uchun 78 kodi bilan 333 6070 raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoki izohlarda yozib qoldirsangiz, bizning mutaxassislar, operatorlar o'zlari sizga bog'lanib, batafsil bu haqida ma'lumot beradi. 100% quyosh nuridan olayotgan energiya bilan motordan suv chiqaryapti. Qoyilmisiz? Ham motoringizdan suv chiqarasiz, bir tiyin pul to'lamaysiz, kamiga yetmaganiga motor ishlamagan payti soqqani qilasiz. Unisi ham, bunisi ham. Videoga bitta like bosing, do'stlaringizga yuborib qo'ying yoki fermer, yeri bor egalar tanishlaringizga yuborib qo'ying. Sonra bu video ular uchun foydali bo'lsa.